5 minutdan beri sababsiz qo'limni qurityapman. Sababi men yerda suv turibdi, egasi kelarmikin, yo'qmikin deb kutyapman. Kelmasa itaraman, uzbayman u. Opa orqamanchasi yurar ekan, krutoy ekan. Qo'yib oldim videoga, ko'rib qolmasin deb. Ko'rib qolib bir narsa deganda zadniy berardim. Yo'q, opa, men o'zimga qaratdim, chachimni to'g'rilayotdim deb. 3 ta kategoriya bo'yicha biz chempionmiz, bilasizlar hammanglar. Shu chekkada turib olib birovlarni xotinni g'iybat qilish, tuhmat qilish hamda chekkada turib olib kimlarnidir ko'tini kavlash bo'yicha bizga yetadigani yo'q. Menda bo'ladimi akalar, sizlarda hammi zalda bunaqa yugurishga chiqsanglar, ikki tomoninglarda odamlar bo'lsa, o'sirig'im boramikin deb o'ylaysizlarmi sizlar ham? Men o'ylamayman, chiqarib yuboraman. Akamiz sutli protein hididan charchabdi shekilli. Как раз mana yerda dunyo yangiliklari, akalar, Charli Kirkni xabarlar bor, yaqinda o'ltirishdi. O'sha o'ltirgan killerni xotini kechiribdi mish. Shuni gapirib chiqishyapti mana boboylar. Da kapushonka taqibdi, sportsmen shekilli, qo'qish kerak bir narsa degani. Menga mazza bilasizlar, turgan joyimda xohlagan videoimni ishlab yuboraman. Shunaqa videolar qilib 1,5 millionta ham bo'ldiga. Biz krasavchikimiz, onasini emsini baribir. Mana shu kulishimni edit qilgan kod. Dagim.